jangi bor. Lekin MMA'da u ancha mashhur bo'ldi. Ko'ramiz, kuzatamiz. Timur Nikulin kuchli sportchi, lekin mana bu e'tibor, Yerki Bulanga bo'lgan mana bu e'tibor ham Nikulinga biroz ta'sir qilsa kerak. Yana ham bilmadim, ko'ramiz do'stlar. Jangni kuzatamiz. Qozog'istonlik mashhur aktyor edi bir paytlar. Ana endi u mashhur sportchi sifatida e'tirof etilyapti. Butun arena kutdi mana shu jangni do'stlar. Kutdi, atmosfera umuman boshqacha. Ringda ham harorat shunaqa bo'lsin deb qolamiz va kuzatamiz do'stlar jarayonni. Arena tinchimasa suxandon gapira olmaydi. Va madhiya hozir. Qozog'istondan kelgan muxlislar ham anchagina madhiya O'zbekiston madhiyasi yangraydi do'stlar. Прошу вас всех встать. Звучит национальный гимн Республики Узбекистан. Davlatimiz madhiyasi. Звучит национальный гимн Республики Узбекистан. Pauzaga kelyapti va bu davom etyapti. Tanidagi nosozlik yuzaga keldi. Bu kamchilik bartaraf etilishi zarur. Kamdan kam uchraydigan holat. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Qozog'istonlik muxlislar esa bosimni oshiryapti.
Shohjahon Ergashev albatta qarshi keladi. Включите, пожалуйста, гимн Республики Узбекистан. А то народ заждался. Mana o'sha madhiyamiz. Bizning madhiyamiz. Butun arena kuylaydi. Ajoyib do'stlar. Harorat maksimum ko'tarildi. Arenada atmosfera umuman boshqacha. Sportchilar ham ringda. Albatta butun arena yurtdoshlarimiz Ему 30 лет, Madhiyani рост 180 сантиметров, вес 76 килограммов 500 граммов. Его профессиональный рекорд 12 боев, 9 побед, 4 из них одержан нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи. Он чемпион лиги хардкор боксинг, чемпион лиги хайп реалити из Узбекистана. Узбек углона, верный сын узбекского народа из Ташкента. Ladies and gentlemen, xonimlar va janoblar, qarshi oling, Timur Nikulin. Ему 30 лет, рост 180 сантиметров, вес 76 килограммов 300 граммов. Его профессиональный рекорд 1 бой, 1 победа, одержана нокаутом. Он обладатель пояса BFV Лиги Октагон, заслуженный деятель Республики Казахстан, гордый сын казахского народа из Алматы, Казахстан. Приветствуйте, Эркебулан bitta jangi bor. Erkebo'lanning bitta jang, bitta g'alaba. Bo'ldi. Keldi markazga ikki sportchi ham. Jang boshlanish arafasida do'stlar. Uzatamiz jarayonni. Mana bu 100-100 kelgan holatda Erkebo'lan biroz bo'yi uzunroqdek ko'rindi. Lekin bu chalg'ituvchi holat bo'lishi mumkin. Optik illyuziya. Umuman jarayonda ko'rib olamiz. Xo'sh. Rofbox All Stars promotorlik kompaniyasi kecha va markaziy jang ringdagi 3-shaxs Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Erkebo'lan jeb bilan boshladi chap qo'lda. Nikulin kuzatyapti jarayonni. Yana jeb Nikulindan. Erkebo'lanning zarbalarini ko'ryapsiz.
Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Shapqol, Yerkebulanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bunday zarbalar e'tibor bering. Yerkebulan. Knockdown holati. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi. 3-nuqta tegishini ham kutib o'tirmadi. Afsuski birinchi raundning o'ziga g'olib ma'lum bo'lyapti. Afsuski vakilimiz yengildi. Hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikulin 3-nuqta yerga tegmadi, ya'ni havoda chayqalib turgan, ya'ni tik oyoqda chayqalib turgan deya. Bunday holatda referi ko'zga qarab ham, ya'ni ko'z bir nuqtada bo'lmasa ham to'xtatishi mumkin. Timur Nikulin e'tiroz bildiryapti, lekin bilmadim, foydasiz menimcha. Jang to'xtatildi, Prof boksda qaror o'zgartirilmaydi. To'xtatilishi xatomi, to'g'rimi, lekin qaror o'zgartirilmaydi. Prof boksda jang to'xtatilgandan so'ng bo'ldi. Yerkebulan To'xtar g'alaba bilan tabriklaymiz. G'alaba bilan tabriklaymiz va davom etadi. Bu bilan hisob-kitob va to'g'risini aytaman, endi tili uzun bo'ladi. Tez buni qaysidir boshqa MMA yurtdoshimiz yo boksda qaysidir birini to'xtatmasa, lekin qochadi. Bunisi ham bor, jangdan qochadi ba'zida. Odilxon, qayerdasan? Kim yoki Shahzod Uzoqovmi? Tabriklaymiz, Yerkebulan To'xtar g'alaba bilan nishonlayapti g'alabani. Qozog'istondan juda ko'plab muxlislar kelgan, uni qo'llab-quvvatlash uchun. Arenadagi muxlislar joylashgan sektorning bir tomoni deyarli to'lig'icha uni qo'llab-quvvatlayapti. Mana Yerkebulan borib hurmat ko'rsatdi Nikulinga ham. Albatta biz ham g'alaba bilan tabriklaymiz. Muxlislar, kechaning yakuni mana shunday bo'ldi. Markaziy jang birinchi raunddayoq tugadi va rasmiy qaror e'lon qilinadi. Ваши овации, аплодисменты в этом ярком поединке, которого так все долго ждали. На первой минуте 20 секунде победу нокаутом одержал Yerkebulan Yerkebulan To'xtar g'alabalari sonini 2taga yetkazdi. Ikkinchi jang, ikkinchi g'alaba. Bundan oldingi jangda ham To'xtar
Давайте не пожалеем nokaut bilan эмоций. zafar quchgan edi va bu safar ham nokaut bilan zafar quchyapti. Тимур, ты видишь, как народ за тебя так сильно болеет, тебя любит Узбекистан. Это же правда, Ташкент! Ваши аплодисменты Тимуру Никулину! Ребята, всем спасибо, кто пришел. Сегодня я вас подвел, извините. Всегда поддержим бойцов. Это спорт. Еркебулан, эти аплодисменты для тебя. Сегодня ты выиграл. Твои эмоции. Как тебе Ташкент? Как тебя встретили здесь, в Узбекистане? Assalomu alaykum Toshkent. So'zni tinglash kerak. Men mana yerda o'zimni uyda yurgandek sezdim, rahmat. Kelganda ham kutib oldi. Mana bola o'yladi. Mana boladan so'ragan negizi. Bo'yni Osmonlarga bergan. Сөйткенде кіммен шыққың келеді деген Еркебулан Тоқтармен деді бұл. Бұл мені өзінің историясына жазғысы келді. А мен бұны өзім историяма жазып кеттім. Бұл ойладым, мынау какой-то актер Қазақстаннан келген. Бізде любой адам разлау ұратын білмейді ау деймін. Әне рахмет. Сосын, 3-4 персонаж үшін бүкіл халық туралы ондай ойлауға болмайды. Мысалы, Алишер, мен тренерім. Өзбекстанға бірінші рет келді. Халқы қандай күшті, қандай жылы дейді да. Күтіп алып жатыр, тамақ беріп жатыр. Мен анау 4-5 адам үшін бүкіл халық сондай деп ойладым дейді да. Так что солай ойламаңыздар. Халық өте керемет, мен жақсы көрем, Өзбекстан жақсы көрем, өзбек халқын жақсы көрем. Біз доспыз. О 4-5 адам үшін достықтан айырылмауымыз керек, дос болуымыз керек. Бірге соревноваться етіп, жарысып, даму керекпіз біз. Сондықтан да, давайте, жарысып, дамайық. Сосын, неге? Еркебулан қайдасың? Дей бересіңдер. Давай, мен де айтайын. Қалай болады деген бұл, мен де сезіп көрейін. Гол қайдасың? Победитель головного боя. O'zbekiston xalqining mehmon do'stligi haqida Erkebullan To'xtar alohida to'xtalib o'tdi. To'g'ri, menga 3-4 odam yezib tashlagan bo'lishi mumkin. Lekin ular bilan butun o'zbek xalqini yomon ko'rib qolmayman deb aytib o'tyapti. Erkebullan To'xtar va bir tomonda arenaning bir chetida hozir Shahzod Uzoqov Erkebullanning oldiga chiqmoqchi bo'lyapti. Bu gapi bilmadim. Umuman olganda yomon ma'noda gap ham bo'lgani yo'q. Shunchaki aytib, mehmon do'stlikka alohida to'xtaldi, lekin bu hech qanaqa millat yoki davlat o'rtasidagi yomonlik emas. Sportchilar o'rtasidagi mana shunday suhbatlar bo'ladi o'zi, buni yaxshi bilasiz. Va odatda mana shunday oqshomlarda yakunda yuzma-yuz kelishadi sportchilar va ko'ramiz, Shahzod Uzoqov chiqayapti jarayon ringga va mana ketdi face to face. Hozirning o'zida uyushtiriladi. Shunday bo'lishini biroz avval ham taxmin qilgan edik aslida. Menimcha bu hikoya MMA olamida davom etadi. MMA olamida davom etadi. Boksdami ekan, bilmadim. Tashkilotchilar ketish kerak. Qaysi promouter kompaniyasi ketish kerak. Я уж подрался, я бесплатно не держусь. Зия, рахмет за вечер, за сегодняшний. Следующий, если с голодом организуешь, будет прекрасно. Нам не важно, где драться. Нам главное показать людям, что я могу, что он может. Seni kuturib, sochlarim oqarib ketdi. Sochimni kestirdim sen uchun. Navbat jang bo'ladi endi. Tashkent, дайте шуму! Mana haqiqiy yakunlandi. Это только спорт. Всегда между нашими народами оставалась крепкая дружба, пусть так будет всегда. Это только спорт. Еркебулан, эти аплодисменты для тебя. Uchrashdi kecha ham va bugun mana ringda ham uchrashdi. Bu yog'i tashkilotchilar, bu yog'i shartnomalar
Bu yog'i kelishuv. Ajoyib. Do'stlar, bo'ldi. Shu pallada reportajni yakunlaymiz. Sport telekanalida bir necha soat davomida Toshkentda bo'lib o'tgan ajoyib professional boks oqshomini kuzatdingiz. Ahil ijodiy jamoamiz bir necha soat davomida siz bilan birga bo'ldi. Janglarni Abror Jo'raqulov sharhlab bordi. Nasib qilsa, keyingi efirlarda uchrashguncha xayr deyman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Bugungi kecha uchun, chiroyli kecha uchun sizlarga hammangizga rahmat deb qolamiz. Ta'zim etamiz.